katyolimiz haqida ozgina ma'lumot beramiz. Bu katyolimiz 15 kilovatli katyol. Bunkerni olib qo'ydik. Sizlar bilan buni kompyuterni, qanaqa katyol ishlashlari, qanaqa holatda avarniy signalizatsiyalar berishini sizlar bilan bo'lishamiz hozir. Katyol tanlashda adashmaysizlar shunda. Xo'p, mana bu yerda shtekirlari, har bitta shtekirlar yozilgan. Ventilyator, shinek motor, termostat, shinek termostat. Mana bu yerda o'zining termostatlari, avarniy signalizatsiya, 220 ulashlar, ustakalar ulashlarga ham juda udobli qilib qo'ygan. Mana bu yerda shinek motor. Mana shu yerga suqiladi. Juda ham oson. Ventilyator qo'yga suqiladi. Bu mana termostat, shinek termostat mana yerga qisiladi. Bu narsa juda ham zo'r narsa. Ko'mir yonib o'tib ketishini bunkerga xavfini oladi. Keyin mana yerda gilza qiziganda yana avarniy signalizatsiya berib, o'zini katyol himoya qilib o'chiradi. Mana bu yerdagi termostatimiz 105 gradusda o'tib ketganda suv qaynab ketmasin deb hisobini olib, avarniy signalizatsiya berib, bu ham o'chiradi katyolni. Bu o'zimizning haroratimiz. Bu 220 volt. Juda ham oson qulay katyol. Hozir bu mashinalarni masalan hammasini tekshirib chiqamiz. Birinchi suqqanimizda avtomatik o'zi 5 sekund orqaga aylanib oladi shinek. Keyin o'sha biz qo'ygan rejim bo'yicha ishlayveradi. Mana bu yerda hozir 5 sekundga 11 sekund ko'mir surish vaqtini qo'yildi hozir. Vaqtinchalikka qo'yib sizlar bilan tekshiramiz hozir. Bu shamolda оборотni mana o'chirib, ham yoqib, kuchaytirib, pasaytirsa bo'laveradi. Bu yerga o'zi temperatura siz masalan xohlagan 70-60 gradusga qo'yadigan, biz mana hozir 50 ga qo'yganmiz. Bu yerda mana knopkasi vaqti kelsa ishlatiladigan, mana essa orqaga aylanadi. Orqaga aylanadi. Qo'yib olsa to'xtaydi. Essa aylanadi, qo'yib olsa to'xtaydi. Revers qo'yib qo'yganmiz knopka. Bunisi avarniy signalizatsiya. Bularni ham hozir tekshiramiz. Birinchi bo'lib hozir buni reversini tekshiramiz. Avtomatik o'zi ko'mir qisilganda orqaga aylanishini tekshiramiz. Mana rekani o'sha yarmini olib kirib ketdi, sindirib. Motor baquvvat, xudo xohlasa uncha-muncha ko'mirni ham sindiradi. Sindira olmasa o'zi revers berib orqaga qaytadi. Yana bir sinab ko'ramiz. Sindirib tashladi ekan. Yana pachaq oladi. Endi bu yerda orqa tarafini ko'ramiz. Yana bir orqaga aylanishni avtomatik. Lekin endi yon boshlatib qo'ydim. Mana endi sindira olmasa revers beradi orqaga. Vaqti kelib o'chib qoldi. Ketdi. Avtomatik orqaga aylandi. Xudo xolasa ham juda ham zo'r katyol. Mana shunaqa o'zi avtomatik old-orqa qiladi, revers beradi. Endi orqa-oldimizni tekshirdik. Avarniy signalizatsiya, şimdi ko'mirga yonib o'tib ketmasligini termodatchikni hozir tekshiramiz. Stratinniy fen orqali. Chiqib boshladi. Signalizatsiyani tekshiramiz. Katyol ishlab turibdi. Ishlab turgan holatini tekshiramiz. Do'stlar, mana ko'rganingizdek katyolni o'chirib qo'ydi. Umuman o'chdi, avarniy signalizatsiya beryapti. Qachon endi o'sha gilzasi soviydi, yana kelgan joydan davom etib ketadi. Mana bu yerda monodatchik termostatimiz, bu qo'ygan gradusligimizniki bu. Bu aniq. Bu avarniy signalizatsiya 105 gradusda o'tib ketganda bu ham signalizatsiya berib o'zini himoya qiladi. Buni ham tekshiramiz. Suv qaynab ketsa, nimadir nosoz bo'lib ishlamay qoladi, suv qaynab ketsa, bu narsa katyolni o'chirib himoya qiladi. Mana katyol ishlab turibdi. Shinek aylanib turibdi. Hozir o'zi avtomatik o'chadi. O'chdi mana do'stlar. Mana avarniy signalizatsiya berib, suv qaynab ketdi deb signalizatsiya beryapti. Sistemada katta suv qaynash bo'lmaydi. O'zini o'zi o'chirib qo'yadi. Yana bir narsamiz mana shu tok o'tkazmaydigan, issiqlikni to'shni qilib beradigan, aniqlik qilib beradigan germetikimizni mana shu yerga suqib qo'yamiz. Bu narsalar mana shu termostatlar bilan birlashib, ichiga bo'kib tursa, korpusga tok o'tkazdirmaydi, issiqlikni to'shni beradi. Shuni germetiklar bilan suqib qo'yamiz. Ana. Juda ham foydali narsa bu ham. Do'stlar, katyol tanlashda adashmanglar. Katyolga 5 yil kafolat beramiz, kompyuterga 1 yil kafolat beramiz. Materiallari 504 Rossiya горячий listlarda bo'ladi do'stlar. Uzoq yillar xizmat qiladi. Hozir qo'limizda nalichida katyollarimiz ham bor. Shu kunlarda oladiganlarga chiroyli bonuslar, skidkalar qo'yamiz. Kelaverasizlar. Dastur nomer qoldirib qo'yamiz, aloqaga chiqib ma'lumot olaverasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.